Assalomu alaykum, qadrli parrandaishqibozlari. Jo'jamizni inkubatordan ochilib chiqqandan keyin oyoqlaridan shunaqa nogiron chiqqan edi. Qiyshiq. Hozir shuni bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun layfhak bo'ladi. Kuzatib tursalaring. Qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz davolashni. Bizga mana bunaqa yuqa karton qog'ozi kerak bo'ladi. Jo'jani oyog'ini uzunligini razmerda shunaqa qilib kesib olamiz. Hop. Mana shu ahvolda bo'ladi mana. Oyoqlarni iloji boricha to'g'rilab, skuchlab qo'yamiz. Qog'ozni ortiqchalarni kesib tashlaymiz. 1,5 kun tursa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.